Yog'ochdan tomiz yoptiradigan bo'lsangiz, qanaqa ahvolga tushishini ko'ramiz. Qaranglar, yonyapti. Shu holatda yonib ketadi. Bu sinadi ham, qaranglar. Effektini ham qaranglar mana. Taxtadan yopilgan, albatta yonadi, lekin mana temirdan yopilgan narsa umuman yonmaydi ham, hech nima bo'lmaydi, qaranglar. Ayog'imda ham yonib ketdi. Akalarimiz 300 kiloni bemalol ko'taryapti. Bu degani konteyner materialdan yoptiradigan bo'lsangiz, ancha pishiq bo'ladi. Bu binoyimiz kamida 8 etaj bemalol ko'taryapti. Ishonch tomonlama shunaqa konteyner materialdan yoptirishgan. 60 metrga 20 metr bo'ladi, 1000 kvadratdan oshiq. Nech puldan kvadratini usta xizmat qilib berishadi deganlarga 170 mingdan 300 ming so'mgacha kvadratini qilib berishadi. Hamma yo'g'i ichida. Siz faqat ob'ekt qilib bersangiz bo'ldi. Temiri, elektrodi, usta hamma yo'g'i ichiga kirib, undan tashqariga tunikani olib beradigan bo'lsangiz, bonus qilib tunikani ham qatirib berishadi. O'zi aslida 10 ming so'mdan kvadratiga olishadi, lekin shuni bepul qilib berishadi. Xo'p, shunaqa katta obyektlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qilib berishaveradi. Maktab, bog'cha, zavod, ishlab chiqarish, undan tashqari teplisalargacha qilib berishadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Siz taxtadan yoptirgan bo'lamiz, yo'qsa konteyner materiali uzoqroq xizmat qilib beradigandan yoptirgan bo'lamiz.